ma'rifat chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Bizni tinglayotgan barcha muxlislarimizga, qadrli opa-singillarimizga assalomu alaykum. Omonmisiz aziz tinglovchilar? Robbimizning ko'rsatgan har bir kuniga behisob shukronalar aytgan holda yana bir dastur taqdimoti bilan huzuringizdamiz. Ilm darslari har bir tirik jon uchun ob hayot kabi zaruratdir. Ilm bilmoq, anglamoq va rost yashamoqdir. Bilgan va anglaganlar esa rost yashagaylar. Omonat va foniy, qisqa va qaytarilmas umrni yolg'on yashab o'tmoq eng katta yo'qotish, topib bo'lmas ne'matni qo'ldan boy berishdir. Ammo odam ato avlodlari, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ummatlari bunday yo'qotishdan qattiq ogohlantirilgan va ularga aniq eng to'g'ri yo'l ko'rsatilgandir. Bu yo'lni topmoq, o'rganmoq va yashamoq uchun esa barcha imkoniyat va sharoitlar mavjud. Xususan yurtimiz musulmonlari, mo'min va mo'minalar uchun amalga oshirilayotgan islohotlar qalbni quvontiradi. Shu imkoniyatlardan foydalangan holda mahalla radio kanalida ham ma'rifat chiroqlari eshittirishni imkon qadar manfaatli qilib tayyorlab borishga harakat qilmoqdamiz. Bizni eshitayotganlar safi va sifatini esa Allohimga omonat qildik. Mavzusi ibtidoda momo havo bilan boshlandi. To intiho davom etajak. Maqsadimiz shu mavzular mohiyati muslima opa-singillarimiz qalbiga ob hayot kabi singib kirsin. Dengiz bag'ridagi javohirlar kabi abadiy qolsin. Ayni mavzular haqiqatining taqdimoti uchun esa doimiy hamkorimiz Islom ilmlari olimasi Odinaxon Muhammad Sodiq har doimgidek studiyamizga tashrif buyurganlar. Odinaxon, xush kelibsiz. O'tgan suhbatlarimiz davomida bir necha payg'ambarlar hayoti va ularning hayotida muhim o'rin tutgan ayollar mavzusi imkon qadar ochiqlandi va ularda jam bo'lgan ibratlar haqida opa-singillarimizga ma'lumotlar berildi. Bugungi suhbatimizda esa yangi mavzu, ya'ni navbatdagi payg'ambar va uning hayotidagi ayollar masalasini o'rganish hamda ibrat olish ko'zda tutilgan. Demak, bugungi mavzu qaysi payg'ambar hayoti bilan bog'liq degan savol barcha tinglovchilarimiz uchun juda qiziq. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa behad hamd sanolarimiz, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga eng afzal salatu durudlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtarama onaxonlar, qadrli opa-singillar, sizlar bilan muntazam ravishda Qur'onda qissasi kelgan ayollar haqida suhbatlashib kelayotgan edik. Bu galgi suhbatimiz ulug' payg'ambarlardan biri Musa alayhissalomga aloqador bo'lgan ayollar haqida bo'ladi. Alloh taolo ushbu suhbatimizni manfaatli bo'lishini barchamiz uchun nasib va muyassar aylasin. Musa alayhissalom ulul azm payg'ambarlardan. Ulul azmning ma'nosini sizlar bilan Ibrohim alayhissalomning shaxsiyatlari haqida ma'lumot berganimizda mana shu ma'nolarni aytib o'tgan edik. Ana shu suhbatga qaytib, yana ulul azmni ma'nosini yaxshi eslab o'zlashtirib olishingiz mumkin. Ya'niki azimatli, ularga sinov va vazifa
taklifi ulug' og'ir kelgan payg'ambarlardir. Muso alayhissalomning qissalari Qur'oni Karimda eng ko'p vorid bo'lgan qissalardandir. Juda ko'p suralarda Muso alayhissalomning xabarlari keladi. Eng ko'p kelgan xabar payg'ambarimiz haqlarida desak ham bo'laveradi. Shu bilan birga bu payg'ambarga aloqador ayollarning soni ham ko'p. Biz ko'pincha har bir payg'ambarga aloqador bo'lgan bir ayol haqida gapirayotgan edik. Ikki ayol haqida gapirganimizda Ibrohim alayhissalom haqlarida bo'ldi. Muso alayhissalom haqlarida 5 ayol qissasini aytishimiz mumkin ekan. Buning birinchisi Muso alayhissalomni dunyoga keltirgan o'zlarining onalarini zikri keladi Qur'onda. Shu bilan birga kafolatiga, tarbiyatiga olgan Fir'avnning ayoli Osiyo onamiz haqlarida zikri keladi va Muso alayhissalomning opalari haqida Qur'onda vorid bo'lgan. Mana shu bilan 3 ta ayol aytib o'tilyapti. Undan keyin yana 2 ayol bilan bo'lgan qissalari ham bor. Ular ham payg'ambarning qizlari deb aytilgan, ularga xos o'zlarining voqealari bor. Keyingi suhbatlarimizda aytib o'tamiz. Bu safar imkon qadar mana shu 3 ayolni aloqasi haqida suhbat qilishga harakat qilamiz. Bundan avval Muso alayhissalom va qavmlari to'g'risida qanday paytlarda yashab o'tganlari va u zotning dushmanlari kim bo'lgani haqida ham albatta aytib o'tishimiz kerak. Bani Isroil deganda bu qavmning Muso alayhissalom qavmi ekanini tushunamiz. Keling ayni damda tinglovchilarimizga Muso alayhissalomning o'zlari va ularning payg'ambar o'tgan ajdodlari sulolaviy kelib chiqishda kimlar bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanishi va Bani Isroil qavmining tarixi, bu qavmning Misrga, ya'ni Firavn saltanatiga borib qolishlari bilan bog'liq voqealarni ham eslatib o'tsangiz. Muso alayhissalom Bani Isroilga payg'ambar qilib yuborilgan zotlar, aytib o'tganimizdek, ulug', mashhur payg'ambarlardan bo'lib, ulul azmdan bo'lib va zikrlari Qur'onda eng ko'p kelgan shaxsiyatdandirlar. Muso alayhissalom Bani Isroilga yuborilar ekanlar, Fir'avnning zamonida yuborilganlar. Avvalgi suhbatlarimizda Ibrohim alayhissalom Misr diyorlariga kirganlari, podshohning yomonligidan ayollarini muhofaza qilib u yerdan chiqib ketganlari haqida aytib o'tgan edik. Ana shu paytdan Ibrohim alayhissalomning sulolalariga nisbatan misrliklar tomonidan bir adovatga o'xshagan narsa bo'lganini ulamolarimiz aytib kelishadi. Muso alayhissalom ham mana shu Ibrohim alayhissalomning zurriyotlaridan. Muso alayhissalom Bani Isroilga yuborilganlar. Bani Isroil Yusuf alayhissalomning vaqtlarida Misr diyorlariga kelgan bo'ladilar. Qissada aytib o'tganimizdek, Yusuf qissani oxirida ota-onalarini va aka-ukalarini hammalarini Misr diyoriga chaqirib oladilar. Ana shu yerda qolib ketishadi. Bu zurriyotdan Muso alayhissalom tarqalganlar va mana shu sababdan Bani Isroil Misrga kirib Fir'avnni hukmdorligi ostida yashay boshlashadi. Fir'avn o'z o'rnida Bani Isroilga dushman bo'ladi, ularga turli azoblarni ko'rsatadi. Buning sabablarini aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda Ibrohim alayhissalomning davrlaridan qolgan fikrlar bor edi. Qolaversa, bularni kelganda ko'rib hukmdorligimni olib qo'yadi degan xavf ham bor edi va ulamolarning aytishicha Fir'avn shuda Bani Isroilni zurriyotidan bo'lgan bolani qo'lida mulki zavolga yetishini ko'rgandan keyin qo'rqib qoladi. Atroflaridagi ayollari bu tushni ta'bir qilib aytishadiki, shu Bani Isroilning ichida bir bola dunyoga keladi, ana shuni qo'lida seni mulkiy zavol topadi, seni podshohligingga ega chiqadi va seni qatl qiladi degan ta'birini aytishadi. Shundan keyin ularga nisbatan dushmanligi ortib boradi. Buni fursat bilgan misrliklar ana shu Bani Isroilga dushmanlik qilish borasida ko'p foydalanadilar. O'zlariga kim xunuk ko'rinayotgan bo'lsa, gaplariga kim muxolif gap qilayotgan bo'lsa, kimni o'sha diyorlarda qolishini istamasalar, shunaqa turli ig'volar bilan Fir'avnga chaqishtiradilar va undan zulmkor farmonlarni chiqartirib oladilar. Mana shu zulmkor farmonlardan biri ana shu tush sababli yoki xavf-xatarlar sababli Bani Isroilni ayollaridan kim homilador bo'ladigan bo'lsa, bolasini tug'ishi bilan bolasini so'yishga buyruq beradi. Chunki ana shu boladan qo'rqadi, kelajakda ulg'aygandan keyin meni o'ldirmasin, mulkimga ega chiqmasin degan holatda har bir homilador ayolga poyroqchi qo'yib, vaqtiki bola tug'iladigan bo'lsa, o'sha zahoti askarlari, lashkarlari kirib, onadan bolani tortib olib, vahshiyona holatda so'yib tashlaydilar. Ayni mana shunaqa ayanchli vaqtda Muso alayhissalomni tug'ilishlari to'g'ri kelib qoladi. Shunda Muso alayhissalomni onalariga Alloh taolo tomonidan vahiy bo'ladi. Mana shu yerda e'tibor bersak, birinchi shaxsiyat, ya'ni
ya'niki Muso alayhissalomga aloqador 3 ta ayoldan birinchisi o'z onalari haqlarida suhbat qilyapmiz. Qur'onda zikr qilingan o'rinlarni ham aytib o'tamiz. E'tiborga sazovor tarafi shuki, Alloh taolodan ayol kishiga vahiy bo'lgan holat aytilganda, o'zi umuman vahiy mavzusida mana shu ayolga qilingan vahiy zikr qilinadi. Lekin vahiyni arab tilidagi ma'nosi keng. Bu payg'ambarlarga tushgan vahiy kabi emasligini ulamolarimiz ta'kidlaganlar, buni ilhom ekanligini aytib o'tganlar. Ya'niki Alloh taolo Muso alayhissalomning onalarining qalbiga shu ma'nolarni solgan. Muso alayhissalomning tug'ilishlarining o'zi nihoyatda katta bir tarixdir. Bu haqdagi qissa Qur'oni Karimda batafsil keltirilgan va Muso alayhissalomning onasi bilan bog'liq shunday mo'jizalar borki, ayni mo'jizalar vositasida onaning ko'ngliga har doim Allohdan bir ilhom yetib turgani haqida aytiladi. Odinaxon, Muso alayhissalomning onasi haqida va ularga yetgan vahiy haqida Qur'oni Karimda kelgan oyatlar va ularning tafsiri qanday? Xo'p, endi Qur'oni Karim ta'biridan bu haqida nima deyiladi? Va awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Va Musoning onasiga uni emizaver. Bas unga yomonlik yetishdan qo'rqqan chog'ingda uni daryoga tashla, qo'rqma, xafa bo'lma. Biz albatta uni senga qaytaruvchimiz va payg'ambarlardan qiluvchimiz deb vahiy qildik. Aytib o'tganimizdek, mana vahiy ilhom ma'nosida bo'lyapti. Muso alayhissalomning onalarining qalblariga shu ma'nolar tushgan. Vaqtiki Muso alayhissalom tug'ilganlarida ulamolar shuni ham ta'kidlab aytib o'tishadiki, odatda ona to'lg'oq azoblari bilan dodvoy qilib qiynaladigan, fikri zikri bolamni tug'ib og'riqlardan xalos bo'laman deb turgan paytda Muso alayhissalomning onalari og'riqlarni ham qo'rquvdan o'ylamasdan, ularni ko'proq fikr zikrlari shu bolam omon qolsa degan holatda bo'lgan. Ana shu bola tug'ilgandan keyin ovozi chiqib qolmasligi uchun bechora ona harakat qilib bolasini bekitadi. Qachonki Fir'avnni lashkarlari kelib qoladi degan gumon g'olib kelganda, bolani qarang Qur'oni Karimda emizaver deyilyapti. Va aynan mana shu oyatni ichida ko'p ajoyibotlar borligini ulamolarimiz tahlil qilib berishadi. Bunda mana aytganimizdek birinchi o'rinda vahiy ma'nosi bor. Qolaversa, bolani emizaver deyilyapti. Ya'niki kelajak tadbir bor. Bo'lmasa, hozir kirib baribir o'ldirib yuboradigan bolamni emizib o'tiramanmi degan fikrga borishi mumkin ona. Lekin tavakkal qilib emiz deyapti va onalari emizdilar. Endi unga qo'rqadigan bo'lsang, uni daryoga tashlagan. Qaysi ona o'zini bolasini daryoga tashlashi mumkin? Lekin bu yerdagi xavf boshqa tomondan kuchli bo'lib ketgani uchun bolani muhofaza qilish maqsadida diliga tushgan narsa shuki, bir qutiga tobut deb keladi buni aytilishi, lekin u quti ma'nosida qutini ichiga emizib, tadorukini qilgandan keyin solib daryoga tashlash amri bo'ldi va buni onalari bajardilar. Endi tasalli berib, "Vala taxofi va la tahzani", qo'rqmagin, mahzun bo'lmagin deyilyapti. Onaga tasalli berish bor. Qo'rqish nima bo'ladi? Kelajakda voqea bo'lishi mumkin bo'lgan xatarlardan qo'rqiladi. Sen qo'rqma, Allohga tavakkal qil. Endi mahzun bo'lma, bo'lgan ishga mahzun bo'lma. Ya'niki bolangni firoqiga tushganing uchun mahzun bo'lmagin. Va ortidan bu oyatni o'zida amr ham bo'lyapti. Ya'ni emizgin, tashlagin uni degan. Shuningdek, qaytarg'am bo'lyapti. Mahzun bo'lmagin, xafa bo'lmagin va shu bilan birga ikkita xush xabar ham kelyapti. Nima deyilyapti? Uni senga qaytaruvchimiz. Sen hozir uni muhofazasi uchun tashab turaver, suvga bo'lsa ham tashab turgin. Lekin bir kunmas bir kun bolangni o'zingga qaytaramiz. Bu birinchi bashorat. Demak, bolam menga qaytarkan degan umid bor onada. Ikkinchi bashorat faqatgina bolani qaytarish emas, qarang, katta bashorat kelyapti. Uni biz payg'ambarlardan qilamiz. Senga qaytarish bilan birga seni o'g'ling kelajakda payg'ambar bo'ladi. Payg'ambar bo'ladi degani bu yerda yashash bashoratidan ko'ra yanada kattaroq bashorat berilyapti. Mana shu holatda endi onalari bolani emizdilar, qutiga soldilar va daryoga oqizdilar. Onaning o'z bolasini hech bir qo'rquvsiz daryoga oqizishi uchun Allohga bo'lgan ulkan ishonch, jasorat va albatta mustahkam iymongina vosita bo'lishi mumkin. Daryoga oqizilgan bolaning keyingi taqdiri ham Allohning o'z payg'ambariga ko'rsatgan katta fazli, marhamati va lutfi bilan omonlikda bo'ldi. Bu voqealar rivojining Qur'oniy haqiqatlari qanday bayon etilgan?
daryoga tashalgan bola suvda oqib to'g'ri Fir'avnning saroyiga bordi. Allohning ishini qarang. Fir'avn hali tug'ilib ulgurmagan bolalardan qo'rqyapti. Norasida hali o'zini eplolmaydigan bolalarni qo'rqib o'ldiryapti. Lekin Alloh taolo ayni o'zi qo'rqqan bolani qasrining ichiga o'zi kiritib qo'ydi, o'zi bilmagan holatda. Endi mana shu yerda Muso alayhisalomning qissalari ikkinchi ayol shaxsiyati bilan bog'lanar ekan. Bu Musoning ayollari Osiyo bintu Muzahim, buyuk shaxsiyatlardan biri. Ayollarning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham zikr qilganlar. Mana shu ayol Fir'avnning ayoli bo'ladi va xabarlarga ko'ra bular befarzand bo'lishadi. Alloh taolo bu bolani Fir'avnning ichiga shunday kiritib qo'ydiki, ustalik bilan mo'jiza holatda ana shu nozik joydan oldi. Ya'niki ayoli tomonidan kiritish tadbirini ko'rdi. Ular farzandga zor bo'lib turgan edi. Bir quti oqib kelyapti. Farzand hayolda yo'q, uning ichidan go'dak chiqib kelishi, sho'rilar, qullar tutib olishdi-da, ochishga qo'rqishdi. Shunda to'g'ri Fir'avnning ayolini o'ziga olib kirishdi. Fir'avnning ayoli uni ochib qarasaki, ichida go'zal, o'ziga jalb qiluvchi, mehrlarni iydiruvchi Muso alayhisalom turibdilar. Buni ko'rgan ayolni onalik mehr jo'shib ketdi. Uni xayolida qo'rqilayotgan farzand umuman yo'q. Odinaxon, albatta Alloh asraganni hech kimsa baloga yo'liqtira olmas. Ammo ayni yoshdagi chaqaloqlarni hech ayovsiz qatl qildirayotgan Fir'avn Muso alayhisalomning tirik qolishiga qanday rozi bo'ldi? Bu farzandni ko'rgandan keyin Fir'avn bir qancha bolalarni o'ldirib kelyapti, buni ham o'ldirish payiga tushdi. Shunda bu ayol nima deb xitob qildilar? Bir nazar solib ko'ramiz. Bu borada Qur'oni Karimda aytiladiki, "Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in." Ba'z Fir'avn oilasi uni o'zlariga dushman va g'am g'ussa bo'lishi uchun tutib oldilar. Albatta Fir'avn, Haman va ikkovlarining askarlari xatokorlardan bo'lgan edilar. Ya'niki ular xatokor edilar, bolalarni qatl qilishda, zulmkor bo'lishda. Shunday bo'lsa ham Alloh taolo ularning ishini shunday yuritib qo'ydiki, o'zlariga dushman bo'ladigan, kelajakda g'am-g'ussa bo'ladigan, hayotlari u sabab tugal bo'ladigan, ya'niki tamom bo'ladigan va mulklari unga o'tadigan bolani Alloh taolo oralariga o'zi solib qo'ydi. Fir'avnning xotini: "Bu bola men uchun ham, sen uchun ham ko'z quvonchidir. Uni o'ldirmanglar. Shoyatki u bizga foyda bersa yoki uni bola qilib olsak", dedi. Holbuki ular sezmasdilar. Endi haligi qutini ochgandan keyin ichidan bola chiqib keldi. Fir'avn buni o'ldirish kerak deganda, ayoli Fir'avnga xitob qilyapti. "Bu bizga ko'z quvonch." Ya'niki farzand odatda ahil inson uchun ko'z quvonch bo'ladi. "Ke, shuni farzand qilib olaylik. Sen bilan mani farzandim yo'q. O'zi oyog'i bilan bizga kelib turibdi. Biz farzand qiladigan bo'lsak, hech qachon bu bizga dushman bo'lmaydi, qarshi bo'lmaydi. Bizga farzand bo'ladi, foydasi tegadi. Shuning uchun iltimos buni qatl qilmanglar", deb ayoli iltijo qilgandan keyin Fir'avn bunga ko'ndi, qarshilik qila olmadi. Insoniyat tarixida bir necha minglab payg'ambarlar o'tgani haqida xabarlar bor. Ammo ular orasida Muso alayhisalom ko'pchilik biladigan, tarixini bilmasa ham hech qursa nomi eshitilgan ulkan shaxsiyatdir. Ular haqidagi batafsil tarixni tinglovchilarimiz bilan baham ko'rayotganingiz uchun sizga katta rahmat. Alloh subhanahu va taolo bu ma'nolarni, bu ilmlarni barchamiz uchun manfaatli bo'lishini o'zi nasibi muyassar aylasin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Muso alayhisalom qissasi musulmon ahli uchun ham juda katta ibratlarga ega bo'lgan tarixdir. Bani Isroil qavmining bardavom sarkashliklari va oqibatda ularga kelgan balolar Qur'oni Karimda batafsil bayon etilishi ahli muslimning bu kabi illatlardan ogoh etish uchundir. Qadrli muxlislar, suhbatlarimizni albatta tinglab boring. Alloh ogoh etgan balolardan ilm va ma'rifat vositasidagina omonda bo'lgaymiz inshaalloh. Qadrli muxlislar, siz ma'rifat chiroqlari eshittirishida Odinaxon Muhammad Sodiq bilan Qur'oni Karimda ayollar mavzusida kelgan oyat va hukmlar turkumidan Muso alayhissalom qissasi haqida tingladingiz. Suhbatni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov.
Navbatdagi didor qadar siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.